Qizlardan menga o'qiydigan 5 ta oddiy odat. Yo'ni bo'ladi-yu, qizlarda oddiy qanaqadir xatti-harakat qilishadi, bu prям sizga yoqadi. Birinchi navbatda u qachonki yosh bolachalarni yaxshi ko'rsa, ko'chada misol uchun aylanib yurganinglarda qanaqadir bolacha kimnidir o'g'il yoki qizalog'idan chiqib qolganda, "Voy shirinim, mana voy shirinim shakarimni ko'tarib aylantirib, bir xil qizlarni bilaman-ku, bolachalarni yoqtirmayman, kerak emas menga, вообще xullas shu bolachalarni yaxshi ko'rsa, bolachalar в ответ uni ham yaxshi ko'rsa, bu men uchun qandaydir привлекательный narsa. Qizlardagi mana shu odat menga juda ham yoqadi. Ikkinchisi, ertalab turganda video сообщение sizga Telegramdan tashlasa, bez makiyaj. Bu prям men uchun вообще nima desam, xullas aytishga uyalganman, to'g'risi qiz bola bo'ladi, tabiiy bez makiyaj chiroyli bo'ladi, bu o'zini chiroyidan samimiyat qilmaydigan qiz bo'ladi-yu. Shuni tashlab yuboradi. Uyalmaydi, to, что biladi o'zini chiroyliligini. Bir qizlarni ko'rganman, chunki real chiroyi bor, lekin faqat makiyajni tashlaydi. Face up nimadirlar tam qilishadi. Bu вообще men to'g'risi yoqtirmayman bu narsani. Xuddiki o'zini asl holatini ko'rsatishga ko'p qizlar real qo'rqadi, o'ylaydiki, yoqmasligi mumkin, bu bola yoqmasligi mumkin. Bez makiyaj, bez face up men misol uchun ko'p bola yoqmasligi mumkin deb o'ylaydimi, miyasida bilmayman. Bez makiyaj rasm tashlab yo'qolsam, bez makiyaj video tashlagan qiz, bu men uchun qizlardagi mana shu odat menga juda ham yoqadi, hurmat qilaman. Uchinchisi, xizmat ko'rsatuvchi odamlarga muloyim muomalada bo'lsa. Допустим, tasavvur qilinglar, sizlar restoranda yo bu yerda o'tiribsizlar, ofitsiant kelyapti, qo'lidagi choyni yo nimadir ovqat suchayni tushib ketdi. Kimda bo'lmagan? Menda bo'lgan. Bir xil qizlarni ko'rganman, nima qilyapsan, nimalar qilishading, sen ofitsiantsan, sen hech kimsan. Mana shunaqa holatlarda ham qiz bola o'zini tuta bilib, ya'ni o'sha qaniydir tarbiyali qizlar bo'ladi, o'sha paytda muloyim muomala qilsa, o'sha xizmat ko'rsatgan odamlarga bu men uchun реально очень привлекает и juda ham yoqtiraman. Shunaqa imini muloyim xarakterga ega bo'lgan qizlarni. Va to'rtinchisi, agarda u uy bekasi bo'lsa, storieslariga qanaqadir ovqatlar pishirib, storieslar qo'yadi qizlar. Plus va nihoyat oxirgisi suvchilar, bu qiz bolaning tashqi ko'rinishi. Ochiq, sochiq, kalta, kulta yopishib turgan kiyimlar hech qachon men respekt bermaganman. Menga yoqadi qanaqa klassika, pol klassika, yo'qsa polnis klassika bo'lsa ham yoqadi. Yana kostyumchilar kiyib yuradi qizlar bilsanglar, qora, temno-siniy. Bu rasmda bankda ishlaydigan qizlar ko'pincha men ko'rib qolaman, shunaqa kiyimda yurishadi. Ushbu reelsning ikkinchi qismini yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lishingiz sizdan chiqmasin. Rahmat.